Opishkalar narxga Range Rover avtobiografini longini bosib olsangiz bo'ladi. 2017-yil 94 ming probeg polni shumkalar qilib qo'ydilar. Hadoy-madoylar ham tiniq qilib yaqinda o'zimiz uchun qilib qo'ydi. Duatdilar. Salon holati ham, kuzov holati ham zo'r bo'lib turibdi. Bu oddiy emas, mana o'rtasi bo'linganlik SUV'si. Orqada monitorlargacha bor. Yili ham 14-15 emas, shu 17 nisbatan yaxshiroq. Akustikasi ham top akustikalardan mana shu orqa kriloda qatidadir petno bo'lgan joy bor deyaptilar. Avtobiografi longa bu. Kaltasi emas, kaltalar arasida qo'ydi. Ancha bo'ladi longini qo'ymaganimizga. Вообще срочныйga 51 mingga bosib olsangiz bo'ladi. Aytgancha 5 litr super charged motorligi, pnevmopodveska, hamma narsasi tiniq. Hamma navorati bor. Bosib oling. Zinalar kirib chiqishini qarasangiz-chi.